Turizmda juda ham ko'p uchraydigan savollardan bittasi, nimaga reysim задержка bo'ldi yokida Sara nimaga reys vaqtini o'zgartirdingiz? Afsuski, mana aviakompaniyam yo'q va reys vaqtini men o'zim o'zgartirmayman. Bu albatta aviakompaniyaga taalluqli bo'lib, bir qancha sababli bo'lishi mumkin bu narsada. Ya'ni nima sababli? Ekipaj reysga ulgurmasligi, ya'ni bortprovodniklar yoki bortprovodnitsalar reysga ulgurmasligi hisobiga ham ozgina reys vaqti cho'zilishi mumkin. Ya'ni bu qachonki 20-30 minutga reyslar surilsa, texnический задача. Samolyotda bitta dona vintik tushib qolgan bo'lsa ham, u samolyot albatta yana boshqa texnik xizmatlardan o'tadi. Undan tashqari aeroportdagi xodimlar bagaj tushirishga uspet qilmasligi, ya'ni sizlar olgan yeridan keyin boshqa reysdagi bagaj tushirilib, yeng ketadigan turistlarning bagaji chiqarilishigacha ham vaqt ketadi, shunda uspet qilishmaydi. Undan tashqari boshqa joydan kelayotgan reysni kechroq kelishi, bu holat ham reyslarning задержка bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun reyslar ozgina surilganda, ozgina deganda, ya'ni 30-40 minut surilganda, bu turagentning aybi emas, balki texnический komanda uspet qilmaganligidan kelib chiqadi.